Qanaqa yangiliklar bo'lyapti hozirgi Bizning avtosalonimizda zo'r yangiliklar ketyapti. Hozir Tigo 7 Pro avtomobilimiz uchun propan bonusga qo'yib beryapmiz. Bular o'zi necha puldan boshlanadi? 7 Pro avtomobilimizda 3 xil pozitsiyasi bor. Eng arzon pozitsiyasi 299 million 900 dan boshlanadi. Bu ikkinchi pozitsiyasi 344 million 900 va uchinchi pozitsiyasi bor 364 million 900. Hozirda ikkinchi pozitsiyamiz bu 1.5 turbo motor, 147 ot kuchi. Yonilg'i sarflari o'rtacha 8 tagacha yeydi. Buni hozir boshlang'ich necha foiz to'lab chiqarsa bo'ladi? Boshlang'ich eng kam 15% bosh to'lov bilan chiqarsak bo'ladi. Rassrochka, avtokredit, lizing tartiblarimizda. Arizo 8 gibrid avtomobilimiz. Bu avtomobilimizda 40 million foydada xarid qilishlari mumkin mijozlarimiz. Hozir avtosalonimizda turgani birinchi pozitsiyasi narxi 384 million 900. Buni qimmatroq pozitsiyasi ham bor, 404 million 900. Buni o'zi ikkita pozitsiyasi bo'ladi. Xuddi shunday, ikkita pozitsiyasi bor. Bosh to'lovi 25% dan boshlanadi eng kami. Rassrochka, avtokredit, lizing. Hammasiga xarid qilsa Xuddi bo'ladi. Bitta zapravka bilan, polniy bak bilan, tok benzini bilan 1200 km yuradi. Crossover xohlaydigan mijozlarimiz uchun Tigo 8 gibrid avtomobilimiz ham bor. Bu ikki xil pozitsiyada bo'ladi. 404 million 900, qimmatroq pozitsiyasi 429 million 900. Bu modelimizda xohlasangiz benzinligi ham bor, xohlasangiz gibrid varianti ham bor. Bu avtomobilimizda 30 million foyda bilan xarid qilishlari mumkin mijozlarimiz. Avtokredit, rassrochka, lizing tartiblarida eng kam 25% bilan. O'zingizni eski haydab yurgan mashinangizni olib kelsangiz, bemalol istalgan modelga almashtirib ketsangiz ham bo'ladi. Mana shu yerda baholanadi, mana shu yerda narx-navo qilib, hammasi mana shu salonda o'zida bitadi. O'zingizni yana ham qiziqtirgan savollar bo'lsa, kommentariyaga yoki pastdagi raqamlarga bemalol bog'lansangiz, mana shular o'zi hammasi o'qib sizlarga birma-bir batafsil ma'lumot beradi. Biz bilan qoling, bizni kuzatishda davom eting. Sog', salomat bo'ling.